Xullas o'rtoqlar, ertaga 2 oktyabr soat 9:00 dan boshlab subsidiyalarga arizalar qabul qilish jarayoni boshlanadi. O'rtoqlar, bu 2025-yil hisobi bo'yicha oxirgi subsidiya. Imkoniyatdan foydalanib qoling. Yo'q joydan 30 million hech kim bermaydi sizga. Davlatdan agar sizga subsidiya tasdiqlansa, uy joyi sotib olish uchun boshlang'ich badal sifatida sizga 30 million yordam puli hamda birinchi 5 yillik uchun kredit to'lovlarining 12% dan oshgan qismiga sifatida davlat sizga moddiy yordam ajratiladi. Va eng muhim tomoni, e'tibor bering, subsidiyaga ariza topshiruvchi, ya'ni er va xotinning nomida butun respublika miqyosi bo'yicha uy joyga egalik huquqi bo'lmasligi kerak hamda ijtimoiy mezonlar asosida baholangan arizachi 30 yoki undan yuqori ball to'plagan bo'lishlari kerak. Imkoniyatdan foydalanib qoling. Bu imkoniyat doimiy berilavermaydi. Bor yo'g'i 1 yilda 2 marta subsidiya ochiladi. Shuning uchun vaqtliroq harakat qiling, chunki limitlar tezda tugab qoladi hamda sizdagi sharoitlar subsidiya mezonlariga to'g'ri kelgan taqdirda ham limit tugab qolganligi hisobiga sizning arizangiz rad etiladi. Shuning uchun ertaga soat 9:00 dan boshlab tezroq arizani yuborishni harakatini qiling.